3 toifa odam bilan qiyomat kuni men dushmanman dedi Xudo. Qiyomat kuni 3 toifa odamni Xudo oqtarar ekan. Qani shuni topinglar menga. Topganda ham do'stlik bilan ro'para emas ekan Xudo. Faqat g'azabi bilan ro'para bo'lar ekan 3 toifa odamga. Shu 3 toifa odamni men dushmaniman bugun. Xudo bir odamni qiyomat kuni dushmani bo'lsa, aytingchi, shu odam jannatga kiradimi? Kirmaydi. Albatta do'zaxda yoqadi. 3 toifa kim? Birinchisi meni nomim bilan qasam ichib, so'ng o'sha qasamiga xiyonat qilgan bo'lsa. Ikkinchisi bir xur, ozod insonni sotib olib, pulini yegan odamni men oqtaraman dedi Alloh taolo. Uchinchisi bir insonni ishlatgan uyiga olib borib yo boshqa shuni haqini bermadi-da. Rozi qilmadi. Uyda ishlatilgan o'sha madikor bo'ladimi, usta bo'ladimi, shuni rozi qilmadi. U ish haqisini talab qilsa bermadi. Alloh taolo shu ish haqini odam ishlatib pul bermaganda oqtarar ekan qiyomat kuni azizlar.